Bu deseli kelayotgan haftaga Odil tog'amni 2008-yilda tug'ilgan katta qizlari Shahnozani Fotiha to'yi bo'ladi. Bu degani hamma qarindosh urug'lar nimadir tog'ora qilib borish kerak, kimdir nimanidir o'z bo'yniga olish kerak. Kecha kechqurun kenayimga telefon qilib, qaysi tog'orangizni ko'taring kenay desam, sizni tvorojniy pirogingiz rosa ham zo'r chiqadi, o'shandan qilib keling deb qoldilar. To'la sizlarga ham ko'rsatib beray deb videosini ovola qoldim. Bizning oilamizda har bitta qiz uzatilayotganda urf-odatga aylangan desa ham bo'ladigan odatimiz bor. Har bitta qizni sarpasiga Bavi superachistichilidan qo'yib yuboramiz. Lekin oxirgi paytda Bavi oldingidek emas, yaxshi dog'larni ketkazmayapti degan gaplarni eshitib qoldim. Buni sababini aniqlashga ham ulgurdim va sizlar bilan ham bo'lishim kerak deb hisobladim. Turganingizdek Bavining ham fake variantini ishlab chiqarishdi. Original mahsulotni taroziga qo'yganingizda yozilgan grammajidan anchagina ko'proq chiqadi. Fake variantida bo'lsa, buni teskarisi, hajmi anchagina yengilroq chiqadi. Agar sizda tarozi bo'lmasa, buni qo'lingizda ham o'lchab ko'rsangiz bo'ladi. Hajmi anchagina yengilroq bo'ladi. Katta ehtimol bilan fake varianti 11, 10, 25-yilda ishlab chiqarilgan sana bilan chiqyapti. Xullas, asallarim Bavi o'z sifatini yo'qotmagan, avvalgidek sifatli. Shuna qilib original Bavini sarpaga joylab, bu orada pishib chiqqan pirog ustiga saxirni pudradan sepib, mehmonlarimizni oldiga chiroyli qilib tortib oldik.